Xayrli oqshomlar do'stlar. Mana bugun yana sizlar bilan uchrashdik. Kecha sizlarga ma'lumki, O'zbekiston Gollandiya bilan o'ynadi. Rosa dahshatli o'yin bo'ldi lekin. Rosayam dahshatli o'yin bo'ldi. Men kutgan o'yin bo'ldi. Mana endi men bu o'yinni ko'rib aytdim. Endi haqiqiy oq bo'rilar o'yini bo'ldi. Yana bizani tilda aytganda bu o'yinni ko'rib men mamnun bo'ldim, bilasizmi? Mamnun. Endi rus tilida bilasizlar. Доволен deydi-yu. Rosayam mamnun bo'ldim. Birinchi taymda shunaqa endi shiddatli o'yin bo'ldi boshlanishda, agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar. Ko'rgansizlar albatta. Endi hammamiz bilasizmi, shunaqa hayajon bilan qaradik bu o'yinni. Chunki Gollandiya degan nomi bor. Sizlarga ma'lum, Gollandiya futboli juda ham har doim bir barqaror o'yin ko'rsatgan. Barqaror, hech bunaqa bir pastga tushish juda kamdan kam. Ular har doim bir yaxshi o'yin ko'rsatib, chiroyli, go'zal o'yin ko'rsatishganda, kombinatsionniy o'yin, paslar bilan butun har tomondan yaxshi. Mana keyin ularning o'yinchilari eng yaxshi dunyoni klublarida o'ynashadi. Liverpoolda misol uchun ko'rdinglar. Himoyachi o'yin. Sizlar yaxshi bilasizlar. Liverpoolda o'ynaydigan Van Dijk, keyin Ake, Manchester City'da o'ynaydigan, ya'ni Husanov bilan birga o'ynaydigan Ake. Mana shu ikkita bularning himoyachisi kuchli o'yinchilar. Lekin ular veteranlar yoshiga yetib borgan. Ular ham aniq yoshi esimda yo'q, lekin pensionniy возраст deyish mumkin-da. Pension yoshida deb aytish mumkin. Xullas juda kuchli o'yin bo'ldi. Men kutgandim shu o'yinni. Shunaqa bo'lishini juda ham kutgandim. Mana shunaqa ham bo'ldi. Gollandiya birin-ketin shiddatli atakalarni boshladi bizga qarshi. Juda ham kutilmagan atakalar bo'ldi. Lekin bilasizmi, ularga yurishmadi. O'ylagan narsasi 5 metrdan, 10 metrdan ular gol urisha olmadi. Lekin rosa chiroyli kombinatsiyalar bo'ldi. Gol urisha olmadi. Ya'ni bizning baxtimizga ular gol urisha olmadi-da, shunaqa. Keyin 15 minut ichida ataka bo'ldi. Bizanikilar ham harakat qilishdi, ataka qilishga, hujumga o'tishga. Shomurodovga umuman o'ynashga ular berishmadi. Uni blok qilishdi-da, blokira qilishdi. Ikkita o'yinchi, bir xilda bittasi, bir xilda ikkinchisi. Ikkita o'yinchi, ikkita hujumchi deyman, himoyachi. Birin-ketin xullas blokira qilishdi. Shuning uchun Shomurodovga to'p nima desam, o'yinni bizlar tomonidan oxirigacha yetkaza olmadi-da. Shu. Men o'yladim Shomurodov to'g'risida, bu endi hozir o'rtoqlik uchrashuvi, shuning uchun bu o'zini sal ayabroq o'ynadi-da. To'g'ri ham qilgan. Travma olmaslik uchun, jarohat olmasdan chempionatga tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun balki o'zini ehtiyot qildimi deyman-da.
Shuning uchun o'yinni sal oxirigacha olib borolmadi, to'g'risini aytsam. Lekin rosayam aktivniy, rosa zo'r o'ynaydigan o'yinchi kim desanglar, mana shu o'yinda Abbosbek Fayzullayev. Gap yo'q, shunaqa yaxshi o'yin o'ynadi. Kuch hammasi bor unda. Kerak bo'lsa, ulardan ham boshqa o'yinchilardan ham ko'p energiya. Shu faqat o'yinni oldinga olib borib birinchi organizatsionniy o'yinni xullas nima boshladida, asosan Fayzullayev. Lekin men Fayzullayev o'yiniga qoyil qoldim. Juda ko'p energiya, lekin uni ko'p yiqitishdi-da, rosa ko'p yiqitishdi. Men xavotir olganim shikastlanmasa bo'ldi deb men xavotir oldim-da, to'g'risini aytsam. 2-3 marta juda qattiq yiqitishdi. Shunaqa qilib birinchi taym bilasizmi, yaxshi o'yin bo'ldi. Bizankilar ham qolishmadi. Lekin ikkinchi taymga o'tgandan keyin birdaniga Sergeyev tushdi o'yinga. Sergeyev juda ham aktiv o'ynadi. Men o'ylayman, u nimada Kanada o'yinida o'tirgan bo'lsa kerak, esimda yo'q. Kanada o'yinida o'ynadimi, yo'qmi? Chunki men hamma o'yinni ko'rmadim-da, Kanada o'yinini. Kanada bilan o'yinda ham o'zi birinchi taymda O'zbekiston yaxshi o'ynagandi, ikkinchi taymda yomon bo'lgandi xullas. Xullas Sergeyev ikkinchi taymda Gollandiya bilan bo'lgan o'yinda tushdida, umuman o'yinga bir yaxshi bir kuch kirgizdi-da. Shunaqa sezildi, birdaniga o'yinda energiya paydo bo'ldi. Boshqa o'yinchilar ham qo'shilib bizani o'yinchilar atakalarni boshlashdi. Shu bilan 1-1 bo'ldi. Birinchi gol Gollandiya urdi 11 metrdan, eslaringizda bo'lsa. Ikkinchi golni keyin biznikilar urishdi. Biznikilar 11 metrdan emas, shundoq urishdi. Lekin o'yinning oxirida bilasizmi, gollandiyaliklar bizga gol urishdi, u hamcha noto'g'ri. Mana shu bir ayol kishi o'yinni sudya deb aytaman-da, shuni eslamadim o'zbekchasini. Hakam bilasizmi, juda noto'g'ri o'yin qildi-da, to'g'risini aytsam. O'yin 5 minut ortiqcha berilgandi. O'yin tugaganda 5 minut yana qo'shimcha vaqt berilgandi. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan 5 minutdan 7-8 minutgacha o'tib ketdi. Shunaqa cho'zdi-da. Shunda ular gol urishdi. Bu nimani xatosi? Xullas o'yin, to'g'risini aytsam, durang bilan tugashi kerak edi. Yo bo'lmasa biz yutishimiz mumkin-edi. Keyin bilasizmi, biz bir shtraf bo'ldi-yu maydoni, Gollandiyani maydonida. O'sha golni ura olmadik-da. Endi bunaqa momentdan foydalanib har doim gol urish kerak. Shuni bizning o'yinchimiz ura olmadi shu golni. Bu juda ta'sir qildi hammaga, to'g'risini aytsam. Endi men aytaman bizning o'yinchilarga. Lekin shunda ham ular yaxshi olib borishdi. Men bir narsani sezdim. O'tgan safar bir necha marta qaytargandim bu gapni. Hech tushuna olmadim. Bir ikkitasi kesatib yozibdi. Tushunmasang nimaga futbol bir narsalar deb yozibdi. Men o'sha gapni aytmoqchiman-da, nima uchun tushunmagandim. Chunki O'zbekiston rosa kuchli o'ynab turib, osonlikcha boy berdi demoqchiman-da. 2-0 bu ko'p-da Kanadaga boy berish. Agar 2-0 nimaga boy berganda Gollandiyaga men aytishim mumkin. Lekin Gollandiya bilan teng o'ynab berdi O'zbekiston. Hech qanaqa
O'zbekistonda kamchiligi bo'lmadi deb aytishim mumkin. Endi ozmoz bir xil narsalarda kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda hech ham kamchiliksiz o'ynashdi. Kanavara endi men tushundim. O'tgan safar tushunmadim degan narsani, chunki boshimda ikkita narsa bor edi Kanavara to'g'risida. Bu endi sizlarga ma'lumki, yaxshi ko'zga ko'ringan o'yinchi bo'lgan dunyo bo'yicha. Jahon chempionatida eng yaxshi nima bo'lgan himoyachi. Endi ko'p yutuqlarga sazovor bo'lgan. Lekin trenerlik sohasida unda nima yo'q. Shu so'zni ham topolmay qoldim. Keyin bir ikkita yigitlar yozishibdi, tayyorlanish kerak. Endi tayyorlanishga vaqt yo'q, do'stlar. Men shu gap bilan gapirib shunaqasiga o'rganaman-da. Ham sekin men o'zimni o'zbek tilimni ham ko'tarib to'g'rilayman. Lekin tayyorlanishga endi sizlar tayyorlanasizlar, sizlar yoshroqsizlar. Sizlarda yaxshiroq chiqadi. Men ko'p o'zbek blogerlarni ko'raman, juda go'zal gapirishadi. Ularga tasanno lekin zo'r gapirasizlar. Xullas do'stlar, Kanavara ham mamnun bo'lgan bu o'yindan. Unda ko'rinib turdi yuzidan. Lekin 8 minut o'ynaganiga u juda hayron bo'lib hakamlar bilan gaplashdida, nimaga unaqa? Keyin 11 metrda ham noto'g'ri 2 marta 11 metr berdi bizga. Mayli, nima qilamiz endi? Shunaqa bo'libdi. Keyin yana nima to'g'risida aytmoqchi edim. Bitta kamchiligimizni aytmoqchiman-da. Bizning hujumchilarimiz, misol uchun o'ng tomondan yoki chap tomondan hujumga borganda, Gollandiyani maydonida bo'lganda bir o'zlari qolib ketishadi, bilasizmi? Bizda shunaqa bir shakllanish kerak-da, uchburchak. Qayoqqa bir o'yinchi, hujumchi borsa, o'sha joydan birdaniga bizani yana ikkita o'yinchi paydo bo'lishi kerak. Bir-biriga pas berib. Bu oddiy narsa-yu, buni hamma narsa biladi. Hamma futbol guruhlar ishlatadi, oddiy guruhlar. Lekin shu bizda sal kam ko'rindi-da bu narsa. Bitta hujumchimiz boradi, misol uchun Shomurodov. Bir o'zi qoladi. Pas beradigan, pas berishga yonida hech kim yo'q. Shuning uchun meni taklifim, buni ham eshitib qolishar balki. Ko'p aytilgan, o'tgan safar Kanada o'yindagi aytilgan bizani eslaringiz bo'lsa, ko'p xatolarni aytdik. O'sha xatolar xuddi ularga yetib borgandek bo'ldi, bilasizmi? O'sha xatolarni to'g'rilashdi. Hattoki bilasizmi, mana bu narsani aytgandik, ularni poliyasiga borib, ularni blokirovka qilish kerak har bir o'yinchini. Shuni ham qilishdi bizning o'yinchilar. Lekin kam ishlatishdi. Shunda ham bo'ldi lekin. Men bundan xursand bo'ldim. Xullas, bizning hujumchilar hujumga borganda albatta 2-3 o'yinchi bo'lish kerak yonida. Boshqa hujumchiga pas berdimi, uni oldida ham mana shunaqa pas bilan uchburchak hosil bo'lish kerak-da, har bir uchburchak. Men o'ylayman, buni sizlar yaxshi tushunasizlar. Trenerlar ham tushunadi buni, yaxshi tushunishadi. Shu narsa bizda kam ko'rindi, yetishmadi, to'g'risini aytsam. Keyin mana shu blok qilish to'g'risida aytdim. Bu yaxshi ko'rindi, lekin bilasizmi, o'yinchilarni blok qilish, ularni maydonida blok qilish. Bu juda yaxshi. Buni Kanada bilan o'yinda ham gaplashgandik. Endi bu o'yin shunchaki tasodif bo'lmadi. Biznikilar kuch-g'ayrat ishlatib, ya'ni trener o'sha Kanadani o'yinidan xulosa chiqarib, yangi taktikani qo'lladi. Shu taktikani demak sir saqlagan ekanda Kanavara. Uni cho'ntagida bor ekan bu narsa. Hech kimga bildirmasdan uni menimcha jahon chempionatida ishlataman deb yurgandida,
keyin o'zicha o'ylagan shu Gollandiyada ham baribir biza o'sha taktikani bir ishlatib ko'rishimiz kerak deb. Lekin bizani mana bu kombinatsiyamiz bor. Oldin hujumchimizga yuqoridan pas yetib borish butun maydon orqali. Bu ham ozgina ishladi. Lekin buni aytgandim o'tgan safar. Buni o'rganib olish juda ham oson. Boshqa mamlakatlar bilan o'yindan oldin ular butun bizani o'yinni o'rganishadi. Qani o'zbeklarning o'yinini ko'raylikchi, qanaqa ular o'ynar ekan, nima ulardan kutish mumkin, qanaqa xavfli tomonlari ularni deb shuni o'rganishadi. Shuning uchun o'tgan safar aytgan gambol sistemani albatta qo'llash kerak. Mana shu o'yinda ishlatildi bu. Lekin kam. Gollandiya misol uchun boshqacharoq ishlatdi pas berishlarni. Aylanasiga pas berish emas, ularda boshqacha edi. Maydonning o'rtasidan ularda faqat tez harakatlar, tez paslar. Shuni ustidan gol urib olish, keyin bu yoqqa o'yinni cho'zib yana bir marta ataka qilish, ularni sohasi shu ekanda. Ularni sohasi emas, rejasi. O'yin rejasi shunaqa ekan. Bu yaxshi ko'rindi lekin. Biza baribircha bu o'yindan keyin bizani bol yigitlar isbotlab berishdi. Jahon chempionatiga 100% tayyor ekan. Bu zo'r narsa ekan biz uchun. Juda ham zo'r. Odam xursand qiladigan narsadan. Xullas, Kannavarani trenerlik sohasi juda rivojlanmagan deb o'zimcha shunaqa xulosa qiluvdim-da. Faqatgina o'zim emas, hamma aytgandi bu to'g'risi. Chunki unda nima yo'q, bir necha yillik birorta nimada o'ynamagandi. Buxarestda o'ynagan, men qaragandim, trenerlik qilgan, u ishni uddalolmagan, shunaqa narsa bo'lgan. Lekin hozir kelgandan keyin men o'yladim, yana shunaqa bo'lyaptimi? Trenerlik ishini olib borolmayaptimi? Yo'q, kecha Gollandiya bilan o'yinda ko'rsatdiki, uni bilasizmi? Sir qilib, hech kimga bildirmasdan sir qilganda shu bir ikkita kombinatsiyalarni yashirib qo'ygan ekan. O'shani ko'rsatdi o'yinda. Gollandiya bilan. Hamma qoyil qoldi lekin. Ko'plab. Keyin bilasizmi, men bu o'yindan keyin mayli birinchi shuni aytib olay, keyin Kanada to'g'risida bir qisqagina nima aytmoqchi edim. Shu o'yinda ikkinchi taymda endi O'zbekiston rosa kuchli o'ynadi. Biz yutishimiz ham mumkindi. Ko'p momentlar bo'ldi. Rosa kuchli o'yin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Endi yaxshi ham bu jahon chempionati emas. Bo'lmasa oxirgi bitta gol uchun biza muxlislarga juda og'ir botardi albatta. Shu 2-0 boy bersa mayli deyishar, lekin bir qanaqadir bitta gol qolganda boy berish, bu bilasizmi, rosa alam qiladi-da. Shuning uchun o'rtoqlik uchrashuvi bo'lgani uchun men rosa ham mamnunman, xursandman bu o'yindan. Kannavaradan ham mamnunman. Umuman O'zbekiston terma jamoasidan rosa ham mamnun bo'ldim mana shu o'yindan. Yaxshi ham bizada boshqa o'yinchilar ham bor-da, zaxirada o'tirgan. Yaxshi o'yinchilar bor. Ular o'rniga kirib, mana shunaqa kirganda bir yangi energiya bilan kirishadi. O'sha energiya birdaniga boshqalarga ta'sir qiladi. Bizning o'yinchilarga ular hammasi yana ham boshlaydi. Xuddi shunaqa ikkinchi taymda shunaqa bo'ldi. Juda kuchli atakalar bo'ldi biz tomonidan. Yutishimizga sal qoldi ham bir o'zi, bilasizmi? Lekin mana shu hakam ayol kishi. O'sha qora tanli ayol afsus noto'g'ri o'yinni yaxshi olib bordi, lekin oxirida to'g'risini aytsam buzdi hamma o'yinni.
bizga qarshi noto'g'ri o'ynadida. Mana shu 8 minut, 5 minut qo'shimcha vaqt berilgan bo'lsa, 8 minut o'ynadi, bilasizmi? Bu yoqmadi menga. Faqatgina menga emas, hammaga. Chunki bu nohaqlik, noto'g'ri. Cannavaro ham so'radi, nimaga bunaqa? Bu ko'rsatdi, soatni ko'rsatdi. Nimaga bunaqa? Unga javob berishdi, biz uni eshitmadik endi. O'zini bir amallab o'sha bu tomonda turgan hakam, trenerlar murojaat qiladigan hakam nimalardir dedi. Endi afsuski bu nima desam, afsuslanmaymiz, endi bu o'rtoqlik uchrashuvi. Shuning uchun do'stlar, men o'ylayman, hammamiz biza xursandmiz bu o'yindan keyin. O'zbekiston o'zini haqiqiy o'yinni ko'rsatdi. Biza rostdan ham tayyor ekanmiz. Mana shu o'yindan keyin aytdim. Biza jahon chempionatiga tayyormiz. Mana shu Gollandiya o'yinidan keyin birdaniga aytdim. Endi shu xursandchilik haligacha ichimda. Kanada to'g'risida aytmoqchi bo'lgan narsam, bilasizmi? Shu Gollandiya o'yinidan keyin qaradimda, Gollandiyada qarang, ya'ni bu o'yin Amerikada bo'ldi. Bir oddiy stadionda bo'ldi, orqa tomonda umuman muxlislar o'tirmaydi. Bu orqa tomonda muxlislar o'tirsa, biza ko'rolmadik. 1-2 marta ko'rsatdi. Bo'lsa bir 500 ta, 1000 tacha bo'lgandir muxlis, eng ko'p bo'lsa. Shuning uchun bizanikilar ham yaxshi o'ynashdi deymanda. Kanadada 50,000 ta muxlislar kirgan. Kanadadan juda katta qiziqish bilan o'zini milliy jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun. Shuning uchun ham yutishdi. Endi biznikilar sarosimaga tushib qoldi-da. Lekin biz o'rganishimiz kerak. Mana shu sarosimaga tushmasdan, hayajonlanmasdan. Chunki Kolumbiya bilan bo'ladigan o'yin bu Amerikada bo'ladi. Meksikada, menimcha-da. Endi asosan u yoqda ko'pchiligi meksikaliklar juda ko'pda u yoqda. Meksikalik deyman, Janubiy Amerikaliklar. Ular menimcha hammasi Kolumbiyadan bolеть qilishadi. Shuning uchun bizga tayyor bo'lish kerak. Juda ko'pchilik muxlislar Kolumbiyadan bo'ladi. Shuning uchun bizga umuman qanaqadir yo'l topish kerak-da. Hissiyotlarga berilmasdan faqat bosish kerak. Esdan chiqarmaslik kerak. Biza oq bo'rilar, biza qochinglar, oq bo'rilar kelyapti, qochinglar, sidiramiz. Hujum xuddi mana shu Gollandiya bilan bo'lgan o'yin bilan-da shunaqa bo'ldi. Kanada bilan endi men tushundim, nima uchun boy berdik. Biz sarosimaga tushdik. O'yinchilarimiz sarosimaga tushdi, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. 50,000 ta muxlislar, baqir-chaqir. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kanadistlar bilasizmi, bu o'rtoqlik uchrashuvini bir yuqori nimada o'tkazishdilar. Juda ham bir kuch berib, endi bizga bunchalik kuch ishlatish kerak emas deb o'ylagan bizning o'yinchilar. Menimcha trenerim aytgan, o'rtacha o'ynanglar. Chunki travma olish mumkin-da endi. Jonni berib o'ynaganda shikastlanadi ko'pincha o'yinchilar. Shunaqa qilib, lekin o'yin oxirida shu juda alam qilgan tomoni bizga yana 11 metr berdi-da. Endi bu hech to'g'ri kelmaydigan. Xullas, endi hakamdan men xafa bo'ldim. Lekin bizani terma jamoamizdan rosa ham mamnunman. Xursand bo'ldim, boshqasi. Chunki biz haqiqiy o'yinga tayyor ekanmiz.
Men o'ylayman, Kolumbiya bilan biz tengma-teng o'ynashimiz kerak. Agar biz uni yutishga harakat qilsak, shundagina bizada durang bo'lishi mumkin yoki balki yutishimiz ham mumkin. Gollandiya bilan mana shunaqa teng o'ynashdi. Gollandiya Kolumbiyadan kuchliroq. U nimaga qarash kerak emas. Keyin ko'plar aytishadi, "Men bu o'yinchilar, men bu mamlakatda o'yinchilari Yevropaning bir nechta nimasida o'ynaydi." Undan qo'rqish kerak emas. Faqat bosish kerak. Gazni bosish kerak. Yutuq bizlar tomondan. Do'stlar, xullas ko'p bugun gapirmayman. Yana men xursandman, mamnunman, sizlar ham xursandsizlar, mamnunsizlar. Qo'llab-quvvatlaymiz. Bizani oq bo'rilarni O'zbekiston olg'a, yutuq bizlar tomonda. Bizani o'yinchilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Umuman butun bizani O'zbekiston jamoasini mana shu Gollandiyada, Amerikada bo'lgan Gollandiya bilan o'yin uchun bizani o'yinchilarni bir tabriklamoqchiman. Endi tabriklayman deyish balki noto'g'ri bo'lar, lekin men tabriklayman ularni. Chunki men bilmayman Gollandiya qaysi rangda dunyo bo'yicha. Balki 8-o'rinlarda bo'lsa kerak, men o'ylayman. Eng past bo'lsa 15 bo'lishi mumkin. Shunaqa yuqori rangdagi mamlakat futbol bilan, futbolchilar bilan biz tengma-teng o'ynadik. Men shuni kutgandim. Bizlarni boshqalar yupatishdi, endi nima qilasizlar? Marojniy yeymiz, boshqa. Ha, ularga qaranglar, ular osmondagi futbol jamoalari, dunyo, bizlar hech kim emas, bizlar hali endi chiqqan, bizlar tushuninglar, nima uchun jahl qilasizlar? Yo'q. Mana ko'rdinglarmi? Kechagi o'yinda sizlar aytgan gaplaringiz noto'g'ri chiqdi. Bizlar o'ylagan gaplar to'g'ri chiqyapti. Bizlar chunki jamoaga ishonamiz. Jamoa, O'zbekiston jamoasi, ya'ni oq bo'rilar, ular ko'rsatadi, shiddatli o'yin ko'rsatadi. Ular mana shunaqa o'yin qilsa, xuddi mana shu nima bilan o'ynagan o'yin. Demak, ular Kolumbiyani yutishadi. 2-1 yoki 3-2 hisob bizlar tomonda bo'ladi. Men shu narsa hech o'ylamagandim, lekin endi men o'ylayapman. Biz yuta olamiz. Shunaqa do'stlar. Xullas, hammalaringizga sog'lik, omonlik tilayman. Keyingi uchrashuvlarda yana uchrashguncha. Olg'a O'zbekiston. Oq bo'rilar.